Voy, ukam, siz bilasizlar nima ish kerakligini, buni qarang. Hozirgi havolaga ketadi-yu. O'zi yoqyaptimi, jigar? Ketadimi? Men hozir zo'r ketadi. Bitta qiyma. Shunday yarim tononga qolib bo'lib joylashadigan joyda. To'g'rimi? To'ppa. Yo, jasti qilib beraymi? Keyingi safar xo'jaga jasti qilib bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Bitta qiyma yarim tononga jigar joylashdi. Har doimgidek. Piyoz sol. Yoniga to'xtam. 300 dan seping. Xo'jaga. Yana nima qiling? Achchiq? Yo'q. Qani o'ylab ko'ring lekin. Men noni ham issiq-ku jigar. Biz nima uchun issiq qilamiz deymi? Mana nonlari qolib ketmasin, u noni ham qo'shilib ketsin degan maqsadda. Aslan bu maqsad shu xo'jaga. Bilasizmi? Okey, Tushab ko'ringchi issiqmi? Shunaqa yomon. Issiqqina. Bo'ldi. Issiqqina. Mana buna qog'ozga to'lib ketgandir do'kon. Aka. Nechta bo'ldi? 10 ta. 10 ta bo'ldi. Jigar. Joningiz sog' bo'lsin. Charchama aka. Keyingi safar jazingiz xudo xolasa. Aka, 5 solinga. Joningiz sog' bo'lsin. Kutamiz sizni. Charchamaylar.